Shunda pasaytirib turing, istoriya olib oling. Qizlar, наконец-то internetda tinimsiz aylanayotgan shunaqa mangoli morojnoydan olib keldim. Sizlar bilan hozir buni degustation qilamiz. 300 ming qizlar narxi. Maza qilib hozir yeb ko'ramiz. Sizlar bilan mazasini ko'ramiz. Shunaqa korobkalarda bo'ladi. Ay! Endi mana shuni 300 mingga oldingmi? O'miga, mana shu 300 mingga oldingmi? Ha, oldin 300 mingga. Bir donasi 300 mingmi shunda? Yo'q, 100 donasi 300 ming. Конечно, bir donasi 300 ming. Hozir 3 tasini 900 mingga olgan bo'lsammi? Ha? Jindan qancha go'sht beradi buni puliga? Morojniy ham 300 mingga oladi. Nima deya 900 ming so'm. Nima hozir? Yegim keldi shuni, nima qilay? Namsa ochib oling. Morojniyni yesang xotinli nima qiladimi? Nima? Tilla Ha? Tillamas, shaftoli. Ay! O'tirmay, tushib ketadi qo'limda. 300 mingga olganman. yer bilan bitta bo'ladi. Shaftoliligini yeb Ya qo'yamiz. bitta qo'shmabsan-da, $100 bo'lardi. Vau, shaftolini ta'mi. Shokolad ham zo'r-da, umuman. Ana shokolad borga o'xshamaydi. O'shanaqa ta'mli shokolad-da, shaftoli ta'mli shokolad. Mana shu yerga keting, yeb ko'ring, serios. Yeb ko'ring-chi. Zarka? Lekin 300 ming emas-da.